jang qilgan TAF ligasida taklif turnirida tushdi. Shartnoma ham bo'ldi. Jang qiladi. Faqat 61 kilogrammda. Tushunarli. Va Sanjar Zakirov One FC chempionligiga da'vogar. Avazbek Xolmirzayev ham. Xolmurod Nurmatov ESE ligasida harakat qilyapti. Xullas, endi Ramazon UFCda bilasizlar. Tana qismiga zarba. Anvar Abdullayev Octagon ligasi chempioni. Bizda ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz. Furqatbek Yoqubov hamda Machado Nascimento 59 kilogramm vazn toifasida o'tkazib yubordi. Middle kick, round kick. Borgan sari qizyapti jang. Jang sur'ati oshib boryapti. Yaxshi tutib oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha. Ajoyib. Jang parterga ko'chdi, ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Qanday ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi, menimcha aralashadi. Ha do'stlar, Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. Mana takroriy lavhalar. Bu vaziyatdan tura oldi. Mana bu haykik esa barchasiga yakun yasadi. Vazn qanchalik yengil bo'lmasin, zarbalar baribir og'ir. Albatta. Furqatbekda nokautyorlik qobiliyati bor albatta. Demak, g'olib rasmiy tarzda e'lon qilib beriladi. Referi qo'llarini ko'tarib qo'yadi. Arena esa mamnun albatta. Yorqin nokaut bo'ldi chunki. Ushbu jang g'olibi в данном поединке TKO победу техническим нокаутом одержал Afsonalar vodiysi Namangan Furqat Yoqubov. Juda ham emotsional tarzda Yoqubov. Furqatbek Yoqubov g'alabasini nishonlayapti. Kecha matbuot anjumanida aytib o'tgan gaplari yodingizdami? O'sha kameraga qiziga ertaga popkornni tayyorlab jangimni tomosha qil albatta va g'alaba qozonaman deya aytib o'tgan. Furqatbek Yoqubov. Без комментариев. Твой момент. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ishoninglar, mana shu sizlarni bog'liginglar shunaqa kuch berdi. Hayotimda bunchalik zaryajin chiqmaganman. O'zbekiston sizlarga rahmat. İshoninglar, ana bloger emas, Rostakasini payslar shou qilishni biladi. Lekin biz seriozniy bolalarni urib, keyin gapiramiz. Biz ham gapirishni bilamiz. Endi nima endi? Voy, nima kerak bo'lsa, biz shotamiz. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qolaversa shu tashkilot rahbari, meni ustozim Jasur aka bilan tushunishinglar uchun birga boshlaganman.
yosh bola bo'lganman. Jasliga ikkalamiz yurardik. Jasliga ovqatlarimga pul berardi, metroga bolaga pul berardi. Biz podvolda Chilonzorda tinibga qilib yurardik. Jasliga hech kim ishonmasdi. Lekin mana Jasliga mehnat qildi, o'z ustida ishladi va trener bo'lib nimadir darajaga yetsa bo'lishini odamlarga ko'rsatdi. Qolaversa, kecha kim esda bo'lsa, men farzandim haqida gapirdim. Доча, твой отец выиграл бой. И эта победа для тебя. Ты не забывай, что твой отец борется каждый божий день, чтобы ты улыбалась. Твой отец любит тебя. Не забывай. И, конечно же, otajon, sizga ming rahmat. Shunchalik tarbiya qilganingizga ishoning, yaxshi kunlar endi keldi. Hammasi oldinda. Amin, rahmat. Ustozim Husan aka, rahmatli Hasan aka, sizlarga rahmat. Abdulmalik, огромное спасибо. Mirko, отдельно shu bola bilan hamma taktikani shu bola bilan tuzamiz. Endi hamma O'zbekiston, hammaga rahmat. Sinfdoshlarim ham shu yerda. Keyin Muxtor degan o'rtog'im har bitta men beslashashimda yonimda turdi. Sizga ham rahmat. Endi ozgincha ingliz tilida. Hey guys, listen. Look at me now. 125. Hey Dana, McMahon. Every time I told you, when I'm good, no one can stop me. This guy, 18/6, he's a double champ. He not make 2.5 kg, but I still fight and I still smash him. That's why, what you want? Just call me and then I give you the best show ever. Xonimlar, janoblar, Furqatbek Yoqubov. Dana White'ga murojaat bo'ldi hozir. Men mana bu yigit, ya'ni raqibini maqtab o'tdi va men uni ko'rdingiz